ikkinchi hisobotimni o'qiyapman, savol yo'q. Keyin birdaniga savol yo'q. Ikkinchi kun tartibida hurmatli deputatlar, demak, xabarlaringiz bor, hozir hurmatli prezidentimiz, demak, kambag'allikka qisqartirish bo'yicha yangicha yondashuv ketyapti. Yangicha yondashuv degani nima degani? Bu respublikamizda eng og'ir tumanlar va eng og'ir mahalla tanlab olinadi. Bu kambag'allik darajasi yuqori yoki infratuzilmasi og'ir, ish o'rinlari kam. Ana shu nuqtai nazardan viloyatimizda 4 ta tuman tushgan. Demak, birinchisi O'zbekiston yangi qiyofasidagi tuman bu Nurota bilan xatirchi bo'lib, bu yerga ana shu og'ir tumanlarimizga yangi O'zbekiston qiyofasi nafasi kirishi uchun hurmatli prezidentimiz qariyb ana shu ikkita tumanga demak 200 milliarddan pul ajratyaptilar. Endi og'ir tumanlarimizga esa Ko'ngilbek va Navbahor kiradi. Ularga shunaqa yondashuv bilan yangi O'zbekiston nafasi kiradi. Ana endi bizga o'xshagan yirik shaharlarga esa mana hurmatli viloyat rahbarimiz topshirig'i bilan har bir tuman shahar hokimi o'zining tashabbusi bilan o'zining og'ir mahallasini ham xuddi shu yondashuvga asosan demak birgalikda qilamiz deb bizda ham Zarafshon shahrimizda Navro'z mahallasi tanlab olindi. Navro'z mahallasi bilasizlar yangi mahalla bo'lib, bu yerda infrastruktura, yo'lak, maktab, park, trotuar va hokazo yetishmaydi, yo'q. Shuning uchun biz buni o'tgan yildan beri boshlab olganmiz. Bilasizlar, demak, hozir yerda birinchi sektor bog'i qayta rekonstruksiya qilinyapti. Qayta rekonstruksiya emas, qaytadan qurilyapti. O'zi daraxtlar ekilgandi, endi uni aholimiz aylanadigan bir so'lim go'shaga aylantirish choralari ko'rilyapti. Bundan tashqari maktab qurilyapti, trotuar qurdik. Va albatta tadbirkorlikni rivojlantirish uchun katta sayyora kafesidan to o'sha Tomdan yo'lga chiqib ketadigan yo'lda ham masof qilish va yo'lda 24 ko'chaga aylantirish rejalarimiz bor. Bu nuqtai nazardan Navro'z mahallasini aholi yashash uchun, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun namunali hududga aylantirish bo'yicha demak dastur ishlab chiqildi. Dasturning ismi taraqqiyot va yetakchilik maskani deb nomlanadi. Endi bizdagi og'ir tuman bo'lmaganligi uchun biza shahar miqyosida taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturiga qo'shilganmiz. Shuning uchun 2025-yil 8-oktyabrda hurmatli prezidentimizning 298-sonli qarorlari demak qabul qilindi. Ana shu qarorda yozilgan barcha dastur amallar Navro'z mahallasiga nima deydi, qo'llaniladi. Demak, dasturda 4 yo'nalishdan iborat: sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi korxonalarini rivojlantirish, demak hamda aholining uy-joylar hamda ijtimoiy obyektlarni yashil tamoyillar asosida tashkil etish, demak ichki yo'laklar, piyoda yo'laklari, velo yo'laklar hamda aholi gavjum maskanni obod qilish kabi o'zimizga rejalar qo'yganmiz. Demak, ko'p yo'nalish bo'yicha 10 dan iborat maqsad va chora-tadbirlar ham belgilandi. Xususan, Navro'z mahallasida yangidan qurilayotgan ko'p qavatli birinchi qavatida va yer to'la qismida demak tadbirkorlik yo'nalishlarini rivojlantirib, o'sha yerda yangi ish o'rinlarini yaratish maqsad qilganmiz. Bu yerda albatta tikuvchilik imkoniyati, qandolatchilik va boshqa ishlab chiqarish loyihalarini tashkil etamiz. Demak, 300 million so'mga tashabbuskor mablag'lar hisobidan loyihalarni amalga oshirishda 10 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mahalliy byudjetga demak 200 million so'mlik qo'shimcha manba shakllanadi va ana shu yerda chakana xizmat va savdo to'nchka obyektlari paydo bo'ladi. 14-chi kichik tumanimizdan demak katta bozorimizga va qoladigan bozorimizga qatnovlarni oldin olgan bo'lamiz. Undan tashqari demak shahrimizda ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida 10 ta savdo obyekti yaratiladi. Bilasizlar, ana turli degan quruvchimizda birinchi etaji noturar joy qilingan va faoliyatda emas. O'sha faoliyat yuritish uchun biz barcha yo'laklar demak avtomobil yo'llarini yaratishga bel bog'laganmiz. Demak, umuman olganda ana shu Navro'z mahallasida demak hozir mana qurilayotgan maktabga to'xtaladigan bo'lsak, bu ham shu mahallada joylashgan. Endi bu maktab nasib etsa Navro'zga qarab ochamiz. Bu yerda 990 o'rinlik bu maktab demak zamonaviy bo'ladi, baza to'plamasi bilan qoplanadi. Bu degani energiya tejamkor va quyosh panel, gigakalik talab bilan o'rnatiladi. Bu degani o'sha
ijtimoiy obyektimiz yashil obyektga aylanadi. Bu albatta hurmatli prezidentimizga rahmat, 15 milliard so'm evaziga demak budjet mablag'laridan bu maktabimiz amalga oshirilyapti. Mahallada yashovchi aholi xonadonlarni endi o'sha energetik kor qilish maqsadida o'sha yangidan vod bo'layotgan domlarimizga ham demak 50% fonida quyosh paneli o'rnatish hozir majburiy tarzda e'lon qilingan va bu albatta ertaga o'z natijasini beradi. Endi Navro'z mahallasida 1,5 kilometr ichki yo'llar, rejaga olindi 1 kilometr piyoda yo'llari qurilishi, demak 100 ga yaqin tungi yoritish chiroqlari va 90 dona o'rindiqlar o'rnatilishini reja qilganmiz. Albatta bu yerda mana hurmatli prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan, demak open budjet imkoniyatlaridan ham Navro'z mahallamiz fuqarolar birga foydalanmoqchimiz. Sababi ana shu og'ir mahalla hisoblangan Navro'z mahallamiz ham ertaga demak rivojlangan mahalla qatori turishi kerak. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, demak dastur loyiha qiymatida jami 32 milliard so'm tashkil etadi. Demak respublika budjetidan 20 milliard, mahalliy budjetdan 1,5 va loyiha tashabbuskorlar mablag' hisobidan 10 milliardga qariyb hisob kitobimiz bor. Ana shu demak mahallani deputatlarimiz kelgan, shu Navro'z mahallasi deputatlari ana shu bitta deputatimiz bilan birgalikda mana hokimni yonida bo'lib, aholimizni qanaqadir qiynayotgan masalalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahallada ularni nima deydi, masalani yechishda nima deydi, yonbosh bo'lsalar biz xursand bo'lgan bo'lar edik. Hurmatli deputatlar, demak ana shu hozirgi belgilangan bizni dasturimiz taraqqiyot va yetakchilik maskanini man sizlarga hisobotini berdim. Hisobotim tugadi. Birinchisi 2025-yil, ikkinchisi 2026-yil ustuvor vazifalar va uchinchisi bu Navro'z mahallasini taraqqiyot maskaniga aylantirish bo'yicha hisobotni berdim. Sessiya kun tartibida 3-masala Zarafshon shahar hududida jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan Chilonzor tumani namunasini yaratish to'g'risida shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Uniylik Bezor Hakimovning hisobotini eshitdik. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Barchalaringizga ma'lumki, mana shu joriy yilning 27-yanvar kuni muhtaram prezidentimizning video selektor yig'ilishida davlat va jamiyat xavfsizligiga to'g'ridan to'g'ri xavf soladigan 4 ta ustuvor yo'nalish belgilangan. Shu 4 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha hozir qisqacha gapiradigan bo'lsak, ayniqsa birinchi narko jinoyatlariga qarshi kurashish, kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish va yashirin iqtisodiyot, ya'ni o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish 4 ta yo'nalish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Shu 4 ta yo'nalish bo'yicha Zarafshon shahrida olib borilayotgan tezkor tadbirlar davomida yanvar oyi 1 oy davomida, shu 26-yilda 1 oy davomida biz 4 ta holat aniqlaganmiz. Ya'ni o'sha 4 ta narko jinoyatlarga qarshi kurashish, noqonuniy narkotik giyohvandlik moddasini sotish bilan saqlash, 5 ta uyushgan jinoyatchilik yo'nalishi bo'yicha fohishaxona saqlash, ya'ni o'sha Zarafshon shahrida 5 ta xonadonda fohishaxona saqlash holatlari aniqlaganmiz. Bundan tashqari bitta uyushgan jinoyatchilik bo'yicha noqonuniy qurol saqlash holatlari aniqlangan. Ya'ni o'sha jami bo'lib 1 oy davomida o'sha yo'nalish bo'yicha 6 ta jinoiy holat aniqlaganmiz. Bundan tashqari 1 oy davomida bizlarda Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish targ'ibot olib borilmoqda. 1 oy davomida barcha tashkilot korxonalarida biz yig'ilish o'tkazganmiz. O'sha yig'ilishning maqsadi aynan o'sha kiber jinoyatchilikka oldini olish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, o'sha jabrlangan fuqarolarga yordam berish maqsadida o'sha tadbirlarni barcha tashkilotlarga olib borganmiz. Bundan tashqari yana yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish va psixotrop sintetik moddalarni noqonuniy aylanishga
qarshi kurashish tadbirlarimiz hozir 1-fevraldan 1-mart kuniga qadar davom etyapti. Bu yo'nalish bo'yicha aynan o'sha giyohvandlikka qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda shunaqa tendensiya ketyapti. Mana biz 5 yillik dinamikasini ko'targanmiz, 5 yillik dinamikasida o'sib borish tartibida ketyapti. Giyohvandlik moddasini iste'mol qilish, saqlash, sotish yanada har yili bilan oshib boryapti giyohvandlik moddasi bilan bog'liq jinoyatlarimiz. Ayniqsa o'sha sintetika, psixotrop, yangi turdagi giyohvandlik moddalarimiz chiqyapti. Mana ko'pchiliklaringiz xabaringiz bor, mana oldingi o'sha marixuana, anaviy giyohvandlik moddalarimiz, giroin, kokain yoki o'sha marixuana giyohvandlik moddalarimiz o'sha orqada qolib ketyapti. Yangi laboratoriya usulida, qulbola usulida mana bu nima deydi, o'sha xonadonlarda tabletka, boshqa bir kimический reaksiya orqali ishlab chiqariladigan narkotiklarimiz ko'paymoqda. Aynan o'sha Zarafshon shahrida o'tgan yil davomida 28 ta holat aniqlaganmiz. Buning ichida o'sha sintetika giyohvandlik moddasida 14 nafar fuqaromiz jinoiy javobgarlikka tortilgan. Dezamorfin giyohvandlik moddasi. Qisqacha aytadigan bo'lsa, o'sha ko'cha tilidagi krokodil degan giyohvandlik moddasi juda rivojlangan o'zimizda Zarafshon shahrimizda. O'sha tabletka orqali qilinadigan giyohvandlik moddasi. Bundan tashqari o'sha taqiqlangan psixotrop, ya'ni aptekadagi retsept bilan beriladigan tabletkalarimiz tarkibida kuchli tasdiqlovchi moddasi yoki psixotrop moddasi bo'ladigan dori vositalarini retseptsiz aptekalarimizda sotish holatlari kuzatilyapti. Bu ham o'sha o'zimizning Jinoyat kodeksining 273-moddasida ko'rsatilgan noqonuniy giyohvandlik moddasini sotish jinoyat alomatini beradi.